narxi arzon, tinch joydan, gaz suv sveti bor joydan tayyor uy so'ragan Quvali akalarimiz bordi. Mana ponni qo'ni qo'shdilar Quvali. Sizlarga tayyor 16 sotiylik 2 xona yashashga tayyor, yana 4 xona, 5 xona chala bitgan uy topib qo'ydik sizlarga. Manzilimiz Quvasoy shahar, Qalachada, bag'i eski Farg'ona yo'li. Bu yerda ponni Quvalilar hammasi yashaydi. Qo'ni qo'shlar hammasi Quvalilar. Olib maza qilib yashaydi. Gazlardan muammo yo'q, suvlar kirgan. Xullas mevali daraxtlari ham bor, hayvon boqqani sharoitlari ham borda. Bir qator ko'ramizlar, qani ketdik. Xo'p, do'stlar ko'rib turibsizlar, bemalol kirganda ikkita mashina ham sifatli. Kirganimizda chap qo'lda bitta xona bor ekan. Bu ham remontlar normal holatda kirib yashaydigan. Xo'p, bu tomonimizda ham yana bitta tayyor yashashga xonadon mavjud ekan. Bu kalti yo'q ekan hozir. Bekib ko'rsatolmaymiz. Xo'p, ko'rib turibsizlar, bu yerda yozgi oshxona qilib qo'yilgan ekan. Bemalol bitta oilaga sharoiti bor. Naveslari bor, tandirlari bor. Eng qizig'i u yerda hayvon boqqani, sharoitlari ham bor ekan. Mevali daraxtlar qaranglar, shoptoli, bodam, giloslari ham mavjudda, olib maza qilib yashaydi. Suvdan muammo yo'q, gaz VIP bitta. Mana suvlar ko'rib turibsizlar. Baxshi mazza. Xo'p, do'stlar ko'rib tomon kattagina zal qilib qo'yilgan ekan. Kirganimizda chap qo'lda oshxona uchun joy qilib qo'yishgan ekan. Va o'ng qo'limizda mehmonxona ham mavjud ekan. Mehmonxona ham anchagina keng ekan. Xo'p, bu yerda mana koridor qilib qo'yilgan ekan. Katyol xonasi alohida sanuzel qilib qo'yilgan. Eng qizig'i har bir xonaning ichida, spalni xonaning ichida sanuzel qilib qo'yilgan ekanda, ikkitadan sanuzel ko'rib turibsizlar, zo'r holatda. Bu tomonimizda mana koridor qilib qo'ygan. Endi buni tomini yopib olsalar ham bo'ldi. Alohida sismalar uchun joy ham qilib qo'yilgan ekan. Mana bu spalni xona. Spalni xonada har birida dushlari uchun alohida xonalari mavjud ekanda, ko'rib turibsizlar. Gazablok, bu hali arzon pena blokda bo'lmagan, gazablokda qilingan, ko'tarib o'ziga moslab qo'yilgan ekan. Endi zarurat uchun sotamiz deb. Ko'rib turibsizlar, qo'ldan kelgancha obzorini qildik. Olib maza qilib yashaydigan, tinch joyda, gaz suv svet bor, havosi ham toza, o'ta tinchlikni xohlaydigan aka-opalarimiz uchun idealniy holatda zo'r. Bu qurilishini davom ettirsalar ham, xudo xolasa, chiroyli holatda proyektda uy bo'ladi-da. Xo'p, ushbu joyda narxini egalab $36,000 so'ralyapti. 20,000 puli borga variantga ham kelishaveramiz deyapti. Yana kelishtiradigan xonasi bor. Xullas, maza qilib olib foydalanadigan zo'r joyda. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar, sog' bo'linglar. Qalachadan uy so'rab yurgan akalarimiz jo'natibman.